بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram azizlar, hurmatli mehmonlar, qalbida iymon atalmish gavhari bor, mo'min musulmonlik sharafi bor yaxshilar, qadamiylariga hasanot, ko'rsatgan oqibatinglar, tashrifinglarga Alloh ajrlar bersin. Kunlarning sayyidi juma kuni azizlar barchamizga muborak bo'lsin. Mana shunday tabarruk kunning tongida didor ko'rishtirgan Allohga hamdlar bo'lsin. Azizlar, bugun bu manzilda yig'ilishimizni boisi hammamiz uchun qadrli bo'lgan Alisher ota o'g'illari Ulug'bek akamizni xonadonlarini mehmonimiz, qizlarini uzatish nikoh to'yi bugun. Qiz tarbiya qilgan ota qizini kelin qilib uzatmoqda. O'g'il tarbiya qilgan ota bugun o'g'li kuyov bo'lmoqda. Men o'ylaymanki, otalar, onalar bugun murodiga yetgan kun. Bu kunlar kutilgan kunlar. Alloh taoladan so'ralgan kunlar. Chunki har bir ota, ona shu kunning havasi bilan yashaydi. Qizim katta bo'lsa, o'g'lim katta bo'lsa, kelin bo'lsa, kuyov bo'lsa, to'ylar qilsam degan havas bizga zavq beradi. Mana yosh katta dodalar, nabiralarga aytasizlar-ki, bolam o'lmay tursam, kelin bo'lganingni ko'rsam, kuyov bo'lganingni ko'rsam, o'sha kunlarga yetsam deb. Farzandlar kelin bo'lsa, kuyov bo'lsa, eng quvonchga to'lgan ota-ona bo'ladi. Biz ikki tarafdagi ota-onalarni, Ulug'bek akamiz, qudalari, O'tkir aka, har ikki xonadonga bugungi to'ylarni muborakbod etamiz. Azizlar, otalar, bugun eng muhim ishimiz har birimizni yaxshi farzand tarbiya qilish. Ayniqsa yaxshi qiz tarbiya qilish bu ota uchun katta bir sharaf. Imom Bayhaqiy rivoyati bilan Rasulullohdan bir hadis bor. Man ala salasa banat fa'addabahunna va zawwajahunna fa ahsana ilayhinna falahul jannah. Kim 3 ta qiz tarbiya qilsa, munosib joyga uzatsa, qo'lidan kelgan yaxshiliklarni qilsa, u otaga jannat bo'lsin dedilar. Sahobalardan bittalar, yo Rasululloh, 2 ta qizi bo'lsa-chi deganda, 2 ta qizi bor otaga ham jannat bo'lsin deb bashorat berdilar. Imom Ahmad rivoyati bilan Rasulullohdan yana bir hadis bor. Rasululloh aytadilar: Man vulidat lahu ibnatun, kimning bitta qizi tug'ilsa, ya'ni kimning bitta qizi bo'lsa, unga yaxshiliklar qilsa, odobini chiroyli qilsa, o'g'il boladan passanamasa, adkhalahullohu bihal janna. Alloh u otani o'sha qiz sababli jannatga kiritadi. Qiz bu jannat, otalar. Uyingizda qizingiz bormi? Nabira qizingiz bormi? Biling, uyingizda jannatning ifori bor. Bu qiz otaga jannat beshigini ochadi, jannat eshigini ochadi. Dinimizda shunday ko'rsatma borki, o'g'il farzand ko'rgandan, qiz farzand ko'rganda, yo nabira qiz ko'rganda ko'proq xursand bo'lishimiz kerak. Ko'proq xursand bo'lishimiz kerak. Nega? Bu qiz, bu jannatning mukofoti bu, azizlar. Otaga jannat eshigini ochadigan farzand. Agar ota qizni nima qilib bera olishligini bilganida edi, hamma farzandini Allohdan qiz bo'lishligini so'ragan bo'lardi. Oramizda masalan 3 ta 4 ta qizi bor do'stlarimizga ozgina bir kulgi bilan muomala qilamiz. Aslida havas qilish kerak. Agar ota qiz bo'lishini bilsa, nima qilishligini, sharafini, izzatini bilganida edi, Allohdan hamma farzandini qiz bo'lishligini so'ragan bo'lardi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi: Auzu billahi minash shaytonir rojim. Yahabu liman yasha'u inasa va yahabu liman yasha'u zukur. Alloh xohlagan bandasiga qiz beradi, xohlagan bandasiga o'g'il beradi deb marhamat qilyapti. Qur'oni Karimning hikmati shuki, Qur'oni Karimda ne'matlar ketma-ketligi kelsa, qaysi ne'mat e'tiborliroq bo'lsa, o'sha ne'matni Alloh birinchi zikr qiladi. Masalan, innahu huwas samiul basir.
U Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zot. Ko'rish ham ne'mat, lekin undan katta ne'mat eshitish azizlar. Insonning qulog'i bo'lmasa, ko'zi ko'rmasa ham, quloq eshitib tursa inson mukammal inson bo'ladi. Olim bo'ladi, qori bo'ladi, ustoz bo'ladi, muallim bo'ladi, yo'l ko'rsatuvchi bo'ladi. Insonning mukammal inson bo'lishiga ko'z shart emas. Quloq birinchi o'rinda. Quloq eshitmasa nima bo'ladi? Hech kim bo'lmaydi. Quloq eshitmagan karlarning ichida olim bormi? Yo'q. Eshitmagandan keyin til ham bo'lmaydi. Shuning uchun biz kar soqovlar deymiz. U Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zot, qarang. Shunga qiyosan Alloh xohlagan bandasiga qiz beradi, xohlagan bandasiga o'g'il beradi deb azizlar birinchi qizni zikr qilyapti. Qiz bu sharaf, qiz bu izzat, qiz bu nafosat. Erkak kishiga onasidan keyin eng mehribon inson bu qiz bo'ladi. Qizi bor otalar, akalar, shuni payqaysizmi? Onadan keyin eng mehribon inson bu qiz bo'ladi. Mana bo'yi yetib qo'ygan qizlar otasini kiyimiga qaragan, dazmollagan, paypog'ini yuvgan, otasini usti boshiga qaragan, uzatsangiz, dasturxon oldida o'tirsa, bir narsani og'ziga olib yemoqchi bo'lsa, otam, onam nima yeyotgan ekan deb turib, otasiga, onasiga ilingan shu qiz bo'ladi. Qizinglardan bitta so'rab ko'ringlar, ona qizim, kaftingizni ochib Allohdan birinchi nimani so'raysiz deb bitta so'raylar, akalar. Qiz duo qilsa, birinchi otasini duo qiladi. Keyin onasini duo qiladi. Keyin boshqalarni duo qiladi. U qizni butun borlig'i, ishongani, suyangani uni otasi bo'ladi. Shuning uchun otalar, qizingizni oila davrasida maqtang. Dunyoda eng chiroyli qiz meni qizim deng. Nabira qizingizni maqtang. Eng aqlli, dono qiz meni qizim deb qizingizni, nabira qizingizni eng yaxshi so'zlar bilan ta'riflang. Eng yaxshi qiz meni qizim deng. Ota uyida qalbi to'la mehr bilan uzatilsin. Ertaga borgan joyda muhabbatli, mehrli ona bo'lib beshik tebratsin. Bisotingizda bitta shirin so'z bo'lsa, uni qizingizga bering. Bitta sovg'a bo'lsa ham uni qizga bering. Fatima mening qalbimning bir parchasi deganlar. Kim uni xafa qilsa, men xafa bo'laman. Kim uni xursand qilsa, men xursand bo'laman dedilar Rasululloh. Qarang, meni yuragimning bir parchasi deyaptilar. Yuragimning bir bo'lagi deyaptilar. Haqiqatan qiz uzatganda ota yuragini bir parchasini uzib uzatadi. Shuning uchun osonasida kelini bor, akalar, otalar, yoningizdagi juftingiz, yoringiz, akalar, otasini yuragini bir bo'lagi bu. O'sha kelinga bo'lgan hurmat otasiga bo'lgan hurmat. Kelinga bo'lgan bepisandlik otasiga bo'lgan behurmatlik. Qiz borgan joyda yaxshi yursa, ota yaxshi yuradi. Qiz borgan joyda notinch bo'lsa, birinchi notinch bo'lgan ota bo'ladi. Yaqinda bir akamiz kelib yig'lashini ko'rsangiz endi. Qizim homilador qor aka deydi. Beton domda turadi deydi. Qaynonasi deydi, anigini sovutadigan konditsionerni pultini yashirib qo'yibdi deydi. Sanlar ko'p ishlataveryapsanlar, pul ko'payib ketyapti. Nafasi qaytib qiynalib ketyapti. Nima qilay, bir ozgina bir 5-6 million pul olib borib beraymi? Nima qilsam, qanaqa qilib yordam bersam bo'ladi qizimga deyapti. 7 oylik qornida bolasi bor. Pultini yashirib qo'yibdi. Qaytdi pulti desam, o'zini spalnisini pulti deydi. Kelinni haligisini deydi. Nahot endi shu 21-asrda ham shunaqa odamlar bor ekanda endi. Kelin nima bu? Mardikormi? Kelib tug'ib beradigan bir xizmatkormi? Ko'chkaloni bilan kelib, yoqmasa bor ket deydigan bir mardikormi bu kelin? Agar ayolni, kelinni haqqini bilganimiz edi, bu katta davralarda aytib bo'lmaydi. To'xtab qolamiz ko'p narsadan. Juda katta haqqi bor ayolni, kelinni. Kishini yomon odam ekanligiga, qaramog'idagi ayol zotiga, ayoliga, keliniga yomon munosabatda bo'layotganligini o'zi kifoya qiladi.
insonni yomon odam ekanligiga. Shuning uchun otalar, sizlar davralarda aytinglar, onasi, bu kelin bizga omonat. Otasi meni tanishim, do'stim, qadrdonim. Omonat bu. Davralarda maqtab qo'yinglar oilangiz davrasida. Ona qizim sizga ming rahmat. Siz kelib meni uyimga nur kirdi, baraka keldi. Ota-onangizga rahmat qizim sizni. Borsangiz meni salomlarimni ayting qizim deb qo'ying. Men sizdan minnatdorman qizim deb qo'ying. Ota shu gapni gapirsa qaynonasi fe'lini buzib kelinga yomon muomala qila oladimi? Yo'q. O'g'lingiz ovozini do'rillatib ayoliga qattiq gapira oladimi? Yo'q. Otalar sizlar muhitni sog'lomlashtiradi. Maqtab qo'ying. Qani shu ishni kim qildi? Rahmat ona qizim, sizdan men minnatdorman. Rahmat ota-onangizga rahmat qizim degan gapni kim gapirdi? Gapiringlar otalar. Omonat-ku axir birovni qizi, yeri ko'kka ishonmagan, zahni ravo ko'rmagan bu ota qizi borgan joyda notinch bo'lsa ota sob bo'ladi. Qiz borgan joyda yaxshi yursa, birinchi yaxshi yurgan, xotirjam bo'lgan ota bo'ladi. Yuragini bir tomoni o'sha qizda bo'ladi. Mana qiz uzatganlar har kuni so'raysizlar-ku. Men ham qiz uzatganman. Qizing telefon qilmadimi? Ertasi kuni yana so'raysiz. Qizing bilan gaplashmadingmi? Otaning yuragini bir tomoni shu qizda bo'ladi. Erkak kishiga eng og'ir zarba ham qiz tarafdan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak qarang, meni yuragimni bir parchasi deganlar. Hammalarning uylarida qiz bor, nabira qiz bor. Otani, dodani bu, qalbi bu qiz. Alloh taolo qizlarimizga baxt bersin. Ko'proq duo qilinglar. Shu qizlarimiz saodatli bo'lsin, iymonli bo'lsin. Borgan joyda baxt topsin. Mana bugun Ulug'bek akamiz ham muhtarama qizlarini uzatish to'yi munosabati bilan mana shu koshonada hammamizni jam qildilar. Alloh qizimizga oq yo'l bersin, qadami qutlug' bo'lsin, borgan joyi nur bo'lsin, baraka bo'lsin, safo bo'lsin, xush bo'lsin. Muhammad loyiq qorimizdan iltimos qilsak, Allohning kalomidan bir tilovat qilib bersalar, o'tganlarni ham eslab, duolarda yo'qlab, inshaalloh keyin dasturxonlarga marhamat qilamiz.